Va nihoyat hamma qizlar sevgan rubrika. Bugun Koreyada men bilan salonga boramiz. Sochimni qildirganimga уже 4 oylar bo'pti. Shuning uchun bugun o'sha mashhur koreyskiy perm qilishga keldim. Salon tanlashda men juda ham qo'rqaman va bu salonga men birinchi marta kelishim. Bu salon Seuldagi eng mashhur salonlardan bittasi deyishgani uchun bu safar все-таки ishonib kelishga qaror qildim. Men har kuni ertalab darsdan oldin sochimni qilishga vaqt ajratgim kelmaydi. Lekin bu degani xunuk soch bilan ketaman degani ham emas. Shuning uchun men maksimalni udobniy variantni tanlayman. Salonga kelib 4-5 oy turadigan mana shunaqa jingalaklar qildiraman. Oldingi videoyimni kommentariyalarida narxi juda ham qimmat, qo'lingiz yo'qmi, o'zingiz qila olmaysizmi, buncha erinchoqsiz deganlar juda ham ko'p bo'lgan. Men uchun vaqt anchagina qimmatroq. Pulni esa doim topsa bo'ladi. Bu yerda sochim уже oxiriga yetib qoldi. Pulligida ham уже ko'rsanglar bo'ladi, mana shunaqa jingalak bo'lib turibdi. Sochimni salonni direktori qilgan bo'lsa ham oxirgacha juda ham xavotir oldim, lekin rezultati o'ylaganimdan ko'ra anchagina yaxshi chiqdi. Shu bilan tamom. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.